Xotin, tur. Sotmagan pullarni olib chiq, tez bo'l. Ha, nima gap o'zi tezligim uncha hovliqasiz? Nima gap? Gap ko'p aytma, tez sotmagan pulni olib chiq dedim senga. Tez bo'l. Yana haydanglar, akangizga, ukangizga, singillaringizga tashlamoqchimisiz pullarni? Qachon biz bir odamlarga o'xshab Uchur avazini ko'mmaganlar pulni olib chiq dedim senga. Olib kel pullarni. Rozi emasman. Politika buyursin. To'g'risi, men sendan kecha olib ketgan pullar hammasi dadanglarning pullarga edi. Nimaga menga aytmadingiz? Assalomu alaykum pochcha, yaxshimisiz? Dadamlar shifoxonaga tushib qolgandilar. Srochniy operatsiya qilmasak bo'lmas ekan. Shu puldan yordam qilib turing. Pochcha, iltimos faqat opam bilmasin. To'g'risi, uka telefon qilib, pochcha, dadam mazlari qochgan, operatsiya juda katta pul so'rashyapti. Yordam qilib turing, iloji bo'lsa opamga aytmang, iltimos degani uchun senga hech narsani aytgan yo'q. Gunohkor qizingizni kechiring. O'z nafsiga qul bo'lib, ko'zi ko'r qizingizni kechiring dadajon. Orqangizdan bilmay qarg'ab qo'ydim dadajon, meni kechiring.